Aniq bilaman, bu dasturlarni siz bajarmagansiz. Bajarganlar bo'lsa kommentga bajardim deb yozib qo'yinglar. Salom, sizlar bilan Kara Gaming, yaxshimisizlar? Bo'lmasa bu dasturlarni ketma-ket bitta matchda 10 marotaba kill qilish kerak. Birinchisi argi qurollarda, ikkinchisi SMG, uchinchisi snayperskiy stopga, to'rtinchisi albatta shaqshaq qochmoqda, beshinchisi granatada, oltinchisi mashinada. Ketma-ket qilishinglar shart emas, endi bajarsanglar bo'ladi. Men videoni juda ham tezlashtirdim, odamlar zerikib ketmasligi uchun. Bo'lmasa men hozir SMG arzoni bo'laman. Bular oson, eng oson shu. Eng qiyinlari granata bilan, granata deb o'ylayman. Chunki granatadan odam tushmaydi. Odamni men sen o'ynamash kerak edi, jonim ko'p qo'ydim bo'la. O'ldirib yubordim meni. Bo'la kimgadir shoshli va tezkor yuzi kerak bo'lsa, Kara yuzi arzon juda ham bo'la. Qattan topamiz sizlar. Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, Kara Gaming Telegram kanalini ko'rasizlar bo'la. Bo'la obuna va like'lar bosib qo'yamiz, katta hissa qilaman. Videoni ko'rishni davom ettiringlar bo'la. Ular Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, yuzi lobbilar har xil narsalar bo'ladi. Agar bo'la real hayotda mashina qayta olmayman, lekin parkishni bilmagan mashina qayta tezliklar tashlaydi. Giriflar tozasini tashlaydi. O'zim qaror qilaman. Mashinam benzin tuyab qoldi, 92 benzin quyib olaman sen. Bitta bot qayta olib kelsa bo'ladi. Jonini dedim, travashkaga to'g'ri ketkazib to'g'ri. Sekingina granatani portlatamiz. Bu botdan sal shustri bot ekan. Granataga tushib bermayman deydi. Videoga tushib beryapti, granataga tushib bermayman deyapti. Shaqshaqda yo'q qo'yardik bu bo'ladi. Bunga qarasam, snayperskiy arjo bormisam, snayperskiy arjo ham yo'qda bo'ldi. Men snayperskiy arjo qaydasan deb yuribman. Bo'ldi, bu arjolar menga kerak emas endi, snayperskiy kerak. Baylanib yuribmiz endi. Eventga sekin kirib kirasan, assalomu alaykum deb. Sekin grantani oldim. Yoki grantaga tushib bersam bo'pti aka dedi. Video uchun tushib beraman. Bu ham endi bot o'shamashim uchun meni otdi. Keyin o'sha granta David qo'shib bir granta o'ldirishim kerak edi. Bo'lmasa hisobga kirmay qolishim mumkin. Shuncha sekin granta jonim o'zim ham ozgina qoldi. Sal yaqin turganda shu o'zim ketar. Qayerdandir yana shak chiqib odam paydo bo'ldi. Men o'ldirib qo'ymasin dedim. Risk qaytib. Odamni o'ylasam bot ekanda bo'ldi. Chek kutyapman o'sha. Chiqmam dedim. Hamma qurollarimni yo'qlab oldim. Sekin chiqdim. Jonimni bir qilib ham ketib olmadi bo'ldi. Bo'ldi, yemetda o'zim qoldim deb. Endi tepaga chiqsam, ikkita o'q qolsa bo'ladimi yana odam. Shu yurdim, ikkita o'q qoldi. Men aytdim, event odam tug'yaptimi, cho'ta dedim. Kimda qaytdim. Bu normal odam o'lib qolmaydi deb o'zim sal chekkaroq qildim. Bu tekin. Ya, muxlisizman deb o'rtaga chiqib sekin o'tyapti. Men aytdim, dedim, otib pulak tashladim. 6 sekil qilib o'tganimga qarab. Lekin hali ham snayperskiy arjo topolganim yo'q. Lekin to'g'ri snayperskiy arjo topilmagan bo'lsam ham qiyinrog'ini bajardim. Ya'ni granata men sal qiyinroq edi. Nimagadir men granata olsam, umuman tushmaydi odam. 69 ming pulim bor ekan. Qo'shib kirib resmi 24 chani oldik va sekingina mashinaga qaytib oldik. Sekingina mana sekin kelamiz va mashq qilamiz.
bu chaqirish boshlaymiz. Bu chaqirish uchun motorlar o'tishingiz kerak misol uchun. Menga kerak bo'lsa salom olib tashladim. Deyim oqartirgich uchun o'sha narsalar olib tashladim. Chunki bu shunda kelish boshlaydi. Mana misol uchun bitta bot bilan keldi. Bittada bittada ham bularni o'tiga bormoqchi edim, lekin qiziq yo'q. Bularni o'ti shu ko'p. Shuning uchun sekin ularda endi mashina bosib ketish kerak. Shu bilan missiya tugaydi bo'ldi. O'zimcha o'tirdim, motorlar qildim. Video buyoqqa o'tib. Yo'llar to'g'ri olib tursam, o'tib chiqdi. Sekin bo'ldi. To'g'ri, sekin bosib ketdi. Buni missiya bajarildi. Missiyada to'pir olishga shart emas. Men endi video chiroyli bo'lsin deb to'pir olmoqchishga harakat ham qildim, lekin to'pir olmadim nimagadir. Hamma yerga chiqib sekin bir o'yin tugaguncha o'tiraman desam, mashina tutsam ham sekin. Men ruxsatimsiz mashina o'tyapman men. Tamomdir o'sha. Ikkita xet, tamom. Keyin nimagadir yana o'tirdim. O'tirdim, yerga to'ldirib oldim. Yana mehvat qaradim. Qarasam mana ancha bo'ldi. Keyin orqamdan sal shak chiqib qoldi. Orqaga qaradim. Joni kam qoldi bo'lani. Lekin nimagadir o'qlarim jal yaxshi tegmadi. Keyin sekingina to'xtadim. Tashqariga chiqamiz. Tashqariga chiqib to'xtadim. Hal bo'ldi. Masalasi hal bo'ldi. Qo'li qanday erinmaganman mana. Borib rutin disiplinni qo'yaylik o'zim. Qanaqadir bir arjos kerak bo'lib borib rutin chiqadi. O'zga skinchani qo'yib oldik. Maqtanish uchun old orqasini sekin bo'shatib oldik. Skinlar. Hatto bu hazil. Adirlarni kezdik. U yoqqa yurdim, bu yoqqa yurdim. Bu yoqqa urib qo'ydim, yana yurdim. Bu yoqqa yurdim. Kartani bo'ldim, xaridim bo'ldi. Hali odam tugamagan. Yurdim. O'sha missiya bajarib bo'ldi. Junta chilib qo'yganman. 6 tani hammasini qilib bo'ldik. 4 orchiqi bilan fotolar oldirib qo'ydik. Endi yurib aylanib, odam qilib. Odamni bir shak chiqarmaydi. O'zimcha driftlar qilib video kechirishim deb. Yana yuribmiz. Bo'ldi. Kara Game kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz bo'ldi. Eng birinchi bo'lib har bir narsadan oxir bo'lsa bo'ldi. Keyingi safar kimdir videoga o'chmoqchi bo'lsa, Kara Game Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha payt videoga chaqirishga menga 10-15 ta bola kerak bo'ladi video olishga. O'shanda shu bolalar kerak bo'ladi. Bilet orqadan kris otib qo'ydi. Shu bilan o'yinimiz tugadi. Hammaga oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Bo'lama dasturlarni ham oldik, 20 ochko berdik. Bola obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Xayr.